Bugünkü mavzumuz ömrümüz oğruları dep nomlanadi. 25 may 2026 yıl. Kaygısı Özbekistan, davası Türkistan bo'lgan azizlarim, qalaysizlar? Jonlimsizlar? 5 yil emas, 10 yil emas, 15 yil emas, 35 yil lag'mon cho'zishdi xalqimizning qulog'iga. 35 yil yolg'onning qozonida yovg'on pishirishga urindilar. Yolg'on qurg'ur ham 35 yildan beri sira pishay demaydi. Karimov avgustda yaxshi bo'lib ketadi degandi. Xalqimiz uning bir og'iz gapiga ishonib 25 yil avgustni kutishdi. Chunki Karimov qaysi yilning avgusti ekanini aytmagan edi-da. Oxir oqibat Karimovning o'zi ham avgust oyida qulog'ini ushlab ketdi. Xalqimizning ishona kutgan 25 yillik umri havoga uchdi. Ya'ni 25 yillik umri o'g'irlandi. 10 yildan beri Mirziyoyev ham islohotlar qilaman deb xalqni ishontirishning turfa yo'llarini, turfa manevrlarini qo'llab yotibdi. Bugunga kelib islohotlar ham pildirbish bo'lgani ayon bo'ldi. Islohotlar deb shishirilgan yolg'onning pufagi yorilib, xalqimizning yana 10 yillik umri o'g'irlandi. Ustoz va shogirdning 35 yillik boshqaruvlarida butun bir xalqimizning 35 yillik umri o'g'irlandi. Rejimning moddoh, yaloqi yozarlari xalqimizning 35 yillik umrini o'g'irlaganlarning eng sodiq xizmatkorlari bo'ldilar va hanuz yaloqilik qilishda davom etmoqdalar. Hatto poraxo'r va korrupsionerlar ham xalqimizga bu darajada ma'naviy zarar yetkazolmagan. Eng katta zararni moddoh, yaloqi yozarlar yetkazdilar. Xalqimizning ruhini sindirdilar, shijoatini so'ndirdilar, miyasini yuvib qatig'ini chiqardilar. Xalqimizni 35 yil uxlatdi, 35 yil umrini o'g'irladilar. Xalqimizning bir kerishib uyg'onar bo'lsa, bularning holi ne kechar ekan? Buni tasavvur qilishning o'zi dahshat. Eng katta o'g'rilar ham, eng xavfli jinoyatchilar ham moddoh, yaloqi yozarlardir. Xalqimiz poraxo'r, korrupsionerlarni kechirishi mumkindir.
Chunki ular keltirgan moddiy zarar vaqti soati kelib qoplanar ham. Lekin maddoh yaloqlar keltirgan ma'naviy zararni kim qoplaydi? Qanday qoplaydi? Kim joyiga qo'yadi? 100 yil oldingi moddiy zararlar qoplandi hisob. Lekin 100 yil oldingi jaholat keltirgan ma'naviy zararni qoplashning hamon imkoni topilmayapti. Yuqoridagi mulohazalar xalqimizning 35 yillik o'g'irlangan umridan bir shingil xolos. Xulosa shuki, o'z xalqidan siyosiy kuch olmagan har qanday rejimning oxiri fojia bilan tugaydi. Yana bir bor qaytarsam, o'z xalqidan siyosiy kuch olmagan har qanday rejimning oxiri fojia bilan tugaydi. To'rtlik, uxlab yotar butun boshli el, maddohlarning allalaridan uyg'onsalar minora qurar xoinlarning kallalaridan. Bugunga shular Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.